O'zbek tilida nechta kelishik bor? 6 ta. To'g'ri. Sahih hadislar to'plamini kim joriy qilgan, kim to'plagan? Buxoriy. To'g'ri. Kia avtomobil kompaniyasi qaysi davlatga tegishli? O'zbekiston. Koreya. To'g'ri, Koreya. Uzoq muddatli suvda olish maqsadida ko'chmas mulkni garovga qo'yish qanday ataladi? Shu nom bilan bank ham mavjud. Ipoteka. To'g'ri. How do you know? 14-asrga tegishli bo'lgan Qutlug' Temur minorasi qaysi shaharda joylashgan? Qutlug' Temur. Shahrisabz. Samarqand. O'zbekistondami? Ha, O'zbekistonda. Buxoro? Yo'q, Urganchda. Bilmasdik. O'zi menda yetarli. Qalqonsimon bezning kattalashuvi qanday kasallik deyiladi? Qalqonsimon bezning kattalashuvi. Buqoq. Buqoq. Yaxshi davron. Katta Farg'ona kanali qaysi daryodan boshlanadi? Norin. To'g'ri, Norin.